oyog'im olib ketdi. Lekin 3 kun nimadir ochdi. Gaplashyapti. Narsa deyapsan? Joyini qara. Ichim qizib qolyapti. Bu men chiqin. Nima ochyapsan? To'g'risini ayt. To'g'risini ayt, nima ochyapsan bunaqa joyda? Zo'r joy tanlabsan-da. Xonani kattaligini qara. Nima ochyapsan? Eskidan beri senga kelayotgan, kel deyapman-ku. Vaqtim bo'lmayapti. Bu ochayotgan ishimiz, bu xudo xolasa xizmat turimiz butun G'avlorol xalqiga manfaatli bo'ladi. Hammaga manfaatli. Yoshi, qari, farqi yo'q. Bemori sog' hammaga xudo xolasa manfaatli. Lavash ekanda, lavash. Bo'ldi, sen mana skuterlar zakaz qo'yapsan, kesin odam kesin deb. Butun G'avlorolda lavash bosib ketgan-ku. Bizniki butun xalqqa manfaat deyapman. Yoshi, qari, barchaga sog' salomat kelsin. Odamni ichini qizyapsan. Nima ochyapti chiqin? Kommentariyaga bilganlar yozib qo'ysin, men ichim qizyapti-da, buni taniganlar bor-ku.